Mana qattiq urilgan mashinamiz Damas avtomashinasini ta'mirlash jarayoni davom etmoqda. Mana shu tarafidan, o'ng tarafidan qattiq urilgan. Bunga almashadigan narsalar o'rta stoykani past qismi, plus mana bu relis yuradigan joyi, orqa krilos almashadi. Ramalariga shikast yetmagan. Eshigi almashadi, keyin eshigi ham birak bo'lgan. Ish davom etyapti. Mana podgon jarayoni, eshiklarini qo'yish, krilolarni qo'yish jarayoni. Mana zazorlari davom etyapti. Mana ichki qismi. Mana bu o'rta stoykani qoplariga qo'yib, ana svarka ishlari qilib bo'lindi. Mana eshiklar ochib yopilishi yaxshi, zazorlari joyida. Mana endi buni malyarka ishini boshlab, kraskasini sepib olsak, ishimiz tugaydi. Mana yaxshi chiqdi. Detallari yangi bo'ldi. Ichki qismlari ham hammasi joyida. Mana bu relis yuradigan joyini ham almashtirib oldik. Pastki rezina tagidagi qismi o'ziniki qoldi. Yaxshi chiqdi.